Assalomu alaykum. Kechqurungi rasklab. Qanaqa darslar o'tyapsiz hozir hayotingizda? Nima bilan bog'liq va nimani tushunib yetishingiz kerak? Nimani tushunib yetishingiz kerak hozirgi kunda? Mana shu darslardan, mana shu Chunki qiyinchiliklar bizga prosta tak berilmaydi-da, shunchaki berilmaydi. Qiyinchilik o'zi hayotda yo'q. Prosta siz yashab o'tmagan, tajriba olmagan hayot bor. Ana shuni biz qiyinchilik deb aytamiz-da. Tak, nima tushunishingiz kerak hozirgi paytda? Kim uchun bu rasklad? Sevgi uchburchagida o'tirgan ayollar uchun. Kelajagim bormi, yo'qmi bu inson bilan deb yashayotgan ayollar uchun. Ketib qoladi deb qo'rqayotgan uchun, to'g'ri oldi berdi qilish bilmagan uchun, qilishni bilmagan ayollar uchun, kurashib hayotini, umrini o'tkazayotgan ayollar uchun, aldov, yolg'on ichida yashayotgan ayollar uchun. Bu rasklad. O'z-o'zini aldab yashayotgan ayollar uchun bu rasklad. Sevgi burchagi bilan bog'liq. Nimani tushunib yetishga kerak? Bu darsdan, sevgi burchagidan, yolg'on hayotda nimani tushunib yetishlari kerak? Nimaga ko'zlarini yumishyapti? Siz o'ylayotgan kelajak bu hammasi illyuziya, bu hammasi ertak. O'zingiz o'ylab chiqargan ertak. Bilasiz, shuni tushunib turibsiz, orqaga qarab. Oldinga borishga qo'rqyapsiz, chunki kelajagingiz noaniq. O'ta qo'rqyapsiz. Nimalar bo'lib ketishdan. Kechalari ham shu haqida o'ylaysiz. Ketib qoladi deb qo'rqasiz. U ketib qolsa nima qilaman deysiz. Qanaqa qilib hayotni yashayman deysiz. Lekin bu dars hammasi hech nimaga olib kelmaydi. Siz hayotda to'g'ri oldi berdiga o'rganishingiz kerak. Mana shunga o'rgatyapti. O'zingizni himoya qilishga, o'zingizni energiyangizni sarflamasga o'rgatyapti. Bu dars sizni doim o'zingizni tanlashni o'rgatyapti. Sizni juda chuqur transformatsiyadan o'tkazyapti. Kim bilan kurashyapsan? O'zingni soyang bilan kurashyapsan deyapti sizga bu dars. Transformatsiya. Bu orqali sen kuchli o'zgarishlardan o'tasan. Baxt nimaligini haqiqiy anglab yetasan. Oila baxti. Sen ketadi deb o'ylagan inson, havo burchidagilar kim bu? Близнецы, Suquyar, yana kim bor havoda bizda? Havo burchidagilarda yaxshi ko'radi deb o'ylaysan, shuni ketib qoladi deb qo'rqasan, borib kelib yurgani senga nima foyda deb o'ylayapsan-da. Nech marta ketdi, nech marta kutdim. Oila baxti bunda emas, uyni to'laligi bunda emas. Nimada? Undaqada nimada? Bu ikkilanishlar hammasi. Bu hammasi ikkilanishlar. Anchadan biri kimdan qo'rqib yashayapti? Onasidan qo'rqib yashayapti. Ota-onasidan qo'rqib yashayapti. Kim qo'rqib yashayapti? O'zini aldayotgan insonda yaxshi bo'lib ketadi deb, uzoqqa borsam, uzoqqa o'tib ketsam yaxshi yashayman deb o'ylayapti. Baxtli hayot meni kutyapti deb o'ylayapti-da. Nimani yana tushunib yetish kerak? Yaqinda SMS olasiz. Hammasi tupikda. Og'irlik, tupik. Sizga kelgan SMS sizga juda ham og'ir bo'lib keladi. O'tmishingiz qanchalik qiyinligini, orqaga qarasangiz hech nima oldinga ketmasligingizni, orqaga qaragan sayi sizni og'irlik,
qiyin yo'l kutayotganini tushunib yetasiz shu SMS orqali. Juda ham tez hayotingiz hozir shans bor. Qarang, siz tanlov oldida turibsiz. Haqiqiy sevgini uchratishga, lekin orqaga qarab yashasangiz bu sevgini uchrata olmaysiz. O'ylaman, kuyaman degan odamingiz hech qachon sizga siz uchun kuymagan inson, siz uchun kuymagan inson, siz uning uchun kuygan inson sizga hech nima yaxshilik olib kela olmaydi, bilib oling. O'z-o'zini aldash bu. Sevgi uchburchagi hech qachon yaxshiliklarga olib kelmaydi. Nima uchun? Tug'ib bersam, hayotim yaxshi bo'lib ketadi deb o'ylaysiz, menga pullar berib turadi deb o'ylaysiz. Lekin doim boy bo'lish uchun odam ishlash kerak. O'zini talantlarini ustida ishlash kerak. Inson boyish uchun pul ishlash kerak, biznes qilish kerak-da. Ayol. Ana shunda u o'zini hamma kuchlarini, o'zini ehtirosini hayotga ko'rsata biladi. Ana shunda u o'zini juftini, erini topadi. Haqiqiyligini ko'rsatadi. Ishlab pul topsa, mana qara, 2 marta para chiqdingiz. Birinchisi xotin, ikkinchisi juda olovli, sevgi muhabbatga to'la. Ana shunda sizni hech kimga berib qo'ymaydi. Ishlab o'zingiz pul topa bilsangiz hayotda. Orzularingiz o'zingiz orzularingiz ustida ishlashingiz kerak-da siz. Kimdir meni orzularimni amalga oshirib beradi deb o'ylamang. Yo'q. Siz g'olib bo'lib chiqasiz qachonki o'zingiz orzularingiz ustida ishlasangiz. Birinchi pul ishlashga o'rganing. Hayotda o'zingiz joyingizni toping. Qolgan yo'l hammasi bu yopilaveradi. O'zingiz yo'lingizga turmaganingizcha hayotingizdagi hamma eshiklar yopilaveradi. Sekin-sekin pul ishlashga o'rganing. Qiyin, kasal munosabatlardan chiqishni o'ylang. Qaror qiling. Ana shunda siz oldinga ketasiz. Ana shunda siz yo'lingizni ko'ra boshlaysiz. O'qing. Bu noaniq holatda o'tirmang. Ya'ni o'qing. O'qing va ayollik, o'zingizga jozibalik ayolligini ko'paytiring. Yopiq fanlarga o'qing. Yopiq fanlar deganda mana shu ezoterika sizga to'g'ri keladi. Sizga ham karta ochish to'g'ri kelar ekan, chunki bu ayol juda sezgir ayol. Ijod qiling, taroziga hamma narsani to'g'ri qo'yib qo'ying-da. Buzilgan narsa hayotingizdan taroziga hamma narsani to'g'ri qo'ying. Agar bashnya qulasa, siz yangi hayotga g'ildirak yo'l ochiladi. Yangi hayotga yo'l ochiladi. Siz o'zingiz Allohdan qancha so'ragan yo'llaringiz ochiladi. Taqdir sizga boqadi, kuladi. Alloh yo'lingizni ochib beryapti-yu. Faqat ko'proq napolisda ishlangda, bor kuchingizni bering, shu o'zingizni rivojlanishingizga bering hammasini. Kimdir keladi deb meni baxtli qilib qo'yadi deb o'ylamang, bu hammasi xato. Bu prosta bog'lanish, bu past chakralarda yashash. Bu orqali siz shaytoningizni qabul qilsangiz donolikka ochilasiz. Mana donishmand odam o'zi qolib ketib, yolg'izlikda qolib ketib, nurga to'ladi. Uni miyasi charxlay boshlaydi. Belgilarni ko'rish boshlaydi. O'zini hayotini o'zi boshqara boshlaydi. Sehrgarga aylanadi, kuchini topadi, hamma unsurlarni o'zi boshqaradi. Faqat o'zingiz bilan, mana shu nafsingiz bilan kurashsangiz bo'ldi. Haqiqiy oila sizni kutyapti. O'zingizni kuchingizni topasiz. Faqat singan yurak, og'rigan yurak orqali siz o'zingizni kuchingizni topasiz. O'zingiz boshqatdan tirilasiz, как Feniks qushday, kuldan yana o'zingizni kuchingizni topib yangi ayolga aylanasiz. Oldingidan ham zo'r bo'lasiz. Ayollar bilan ko'proq gaplashing, ayollarni ichida yuring. Ulardan siz energiya olasiz. Energiya olib, yangi
uni oilangizga keyin yo'naltira olasizda. U emotsiyalarga to'la ayol, hissiyotlarga to'la ayol bo'lasiz. Aha. Anchadan beri yurmayotgan anchadan beri pauzadagi turgan narsa. Qarang. Agar siz o'zingizni tanlasangiz, e'tibor bermasangiz, o'zingizni ko'rmaganga olsangiz, pauzada, tishinadan, jimlikdan chiqmasangiz, odam o'zi kelib sizga qo'lingizni so'raydi. Imperator keladi. Qanchalik sizni yo'qotganidan afsuslanadi. Keyin u bilan yangi imkoniyatlar ochiladi sizga-da, ikkalangiz birga ishlashga. Lekin siz ishonmaysiz. Ishoning, shu orqali siz sevgiga, haqiqiy sevgini tushunib yetasiz. Tak. Savet, maslahat. Sizga kartalardan maslahat. Uchta karta olaman, maslahat. Siz yo'qotgan narsa hech qachon sizniki bo'lmagan. Bu hammasi o'zingizni shaytoningizni qabul qilish uchun, ichingizdagi shaytoningizni. Chunki vrak, dushman har doim o'zimiz ichimizda. Biz uni nima deb o'ylaymiz? Tashqi tomonda ko'ramiz hamma dushmanlarimizni. Asli dushman biz o'zimizga o'zimiz. O'zimizni yo'limizni tanlamasdan vaqtimizni yo'qotganimiz. Yana bitta oching. Mana shuni qabul qiling. O'zingizni ichingizdagi dushmaningizni, o'zingizga yo'l to'sayotganingizni tushunib yeting. Ana shunda siz omadga ochilasiz, ishlaringiz zo'r ketadi, yaxshi xabarlar olasiz. Tak. Rahmat, sog' salomat bo'ling. Yaxshi tushlar ko'ring. Yaxshi narsalar o'ylab yoting. Kechqurundan hamma narsani ertaga kuningizni rejalashtiring. Kechqurun 10 minut ketkazgan vaqtingiz ertaga ertalab 1 soat vaqtingizni oladi. Hayotingiz to'g'ri rejalanadi. Hayotda hamma narsa to'g'ri etapma-etap bo'lish boshlaydi. Agar kechqurun 10 minut o'zingizga sarflab kuningizni, ertaga kuningizni rejalashtirsangiz, hayotingiz oson ketadi. Rahmat.